Adam kırılsın demiş. Adam varken. Cevap sözler veremiyorum. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid. Hammanglar tanishlik. Va alaykum assalom, assalomu alaykum yashasaqlar. Ovoz yaxshi chiqyaptimda yashab? Sal tuyamı. Anlayan mı kadar tarik? Hem de tuyam. Endi yaxshimi yashab? Bo'ldi. Qarindoshlar, uzun bo'pti. Men oldin qaytim aytgandekidek to'g'ri sohasidan vaqtinchalik chekinib o'zimning ba'zi bir ishlarimni qilmoqchi bo'lsak, oldin qaytim aytgandim. Menga nurg'un qarindoshlar gapiribdiki, shundoq voy siz bir salliqi gijgijchilik bo'lgan emasmi bu tashkilotlar orada kelishishdan oldin Diler Musa Efendi'nin naq maydonida ko'rdinglar. Voy siz shunga ko'nglingiz yerim bo'lib ketganda u dedi. Undan boshqa biladigan ba'zi bir shu mustaqilchiliklarning ichidagi ba'zi bir sesiqchiliklar. Bu sesiqchiliklarniki hozircha buni demayman. Bunu desem şu O'rta Osiyodagi ishlar va shu mantiqni nazarga taqishadigan bir ko'p odamlar chiqishi kerak o'tirg'a. Bu yerda men hozircha bu to'g'risida gap qilgim yo'q. Shuning uchun men boshqa temada gaplashmoqchi. Qarindoshlar, men 2021-yili 6-oyninki 25-26 kunlari tunji tor sohasiga chiqqan. Bu ya'ni tunji tor sohasiga emas, Facebookga chiqib ota-onamniki davosini qilgandim. Shuning bilan qilish jarayonida men shu Dunyo Uyg'ur qurultayidagi bayonotchisi Dilshod Rashidniki qilmish atmishlarni fosh qildim va Dunyo Uyg'ur qurultayidagilarniki shu odamniki ziyonkashlikka uchragan to'g'risida naq maydonni 1,5 yilga yaqin qildim. Qilish jarayonida bular o'zinglar bilasizlar, mana yaqinda shu Esma xonim bilan Juliyaning ishlari to'g'risida g'ulg'ul bo'lgandan keyin yana podaqshlar ashtab ko'tarib bizniki asli ishlarimizni nima qilib yetib boradi. Bizniki endi qanday deymiz endi o'zininki asli abdi basharsini va bizniki ishimizniki mayli o Dunyo Uyg'ur qurultayining ichida munofiqlar ko'p bo'lsin, ammo lekin u yana bir qismi chetaldagi organ bo'lganligi uchun ba'zi bir ishlar chetalliklar orqali bo'ladiganligini biz bildikda, yolg'iz 4 J bilan 4 mandaq to'lqinlarda shafaqlar bilan emas, aniq bizning ishimizga ko'ngil bo'lganlar bilan bu hamkorlikda bo'lganligini shaxsan bildik. Ammo vaqtimki bu ishlar bizniki obrazimizga Uyg'urlarniki og'ir tegdi.
Endi bu yerda men nima demoqchi desanglar qarindoshlar, shu vaqtida shunda shu chiqib men shu gaplarni qilgan vaqtida shu Norvegiyadagi shu Muattarninki o'gay dadasi, ya'ni Aysha Musaniki Abdurshid ve Erkin Tekas, anandaki nurg'un dunyoviy qurultayga aloqador odamlar meni do'lqinaysa boshlab berdi bu gapni. Ota-onamni chiqarib olish uchun menga bir telefon qildi Shvetsiyadan. Aka Dünya Uyghur Kurultayını tillab olay degandim, Xitoy ota-onamni qo'yib bergan kelishdiganga deb menga mushta hukmatni qildi qarindoshlar. Endi bugun kunlikda menga bo'pti, meninkidan o'tib ketdim. Men o'tkazatmayman-ku, meninkidan hozir o'tib ketdi deymi deydi. Ammo birisi o'tanmadi. Darhol istifa berib, o'rinni bo'shatdi. İkincisi bize qilinlik qilyapti. Endi bu Nuri Turkiyaninki demesimi oras Dolqinaysa qaragan chaqda bize saviyasi bor, biz narsani tushunishlikka bor. Hem Amerikada hem chet ellik qizolmi uni yomon yerdan tutibdi. Shuning bilan o'rinni bo'shatdi tushdi. Ammo Dolqinaysaninki bütün kelpirlikni, bütün aqsoqlikni qo'yibdi ko'chaga. Ko'tarayotganning hammasi shu Maryam Sulton deysizlar, uch-buch qora hisob qilayotganlar, Belgiyadagi ekspert deysizlar ko'tarayotganning hammasi aqsoqlik. Uning ichida boshqa yaninki yo'q. Shu sap o'zininki aqsoqlik itning kuchiklarini qo'yib etib, o'zininki lobbichiligini qilyotdi. O'kinki hatto videosini chiqib, o'zinglar ko'rdinglar saviyaninki qanchalikligini. Bizninki men shu chaqda chiqib shunda qaqshigan vaqtlarimda nurg'un holatlar bo'ldi. Shu chaqda men shundaq rasvochiliklar bor dedim. Hatto Ravshan Abbosning ovozini qo'ydim. Ravshan Abbosning ovozini qo'ygan chaqda videoni ko'mdinglar-ku sizlar. Ko'ngilinglar ilishib turib tamoq yemaysizlar qilqa qarsanglar. Ravshan Abbosning ovozini qo'ygan chaqda muajirat bir oy titridi. Undan keyin nima bo'ldi? Yana mangiyverdi. Şunun bilan yana Turkiyadagi ilqi yog'liq atib olgan kichik qizlar, ilqi men tillagan Hidoyatulloh Obuzxon deysizlar, ilqi cho'shq kuchiklari hammasi yana shuning atrofida o'lishib, yana shuningki Abbos oilasiningki nimasida rejissorligida yana uni davomlashtirib, endi 100 qilin bo'lsa insonninki men adam mening ashunda bir narsam chiqiramiz, men ishdan beg'imninki ishlarni iplam isilib o'liblam berma bo'g'im. Maşında işler bo'ldi. Men aş chiqqan chaqda degandim. Texi bu Esma bilan texi Julia texi bu yetishgan karvat masalasini debdi. Meyada texi jasuslik masalalari bor. Zaharlik chekimlik masalalari bor. Odam bidikchilik masalalari bor. Har qaysi davlatdagi Uyg'ur tarjimon Xitoy tarjimonlarini keltirib elib muajiratda xalqninki kelgan panohlik tilaydiganlarninki shaxsiy uchurlarini egallaydigan ishlar bor. Xitoyning pul yetkazib bergan sistemalari bor. Xitoy demokratlari bilan Uyg'ur tillik, ya'ni da'vochilar deb qo'yamiz. Bularninki astardan qanday hamkorliklar buning ishlari bor. Endi bular chiqamdi. Siz bak so'zildingiz, isbotim bor bu deb chiqamdi dedingiz, chiqdi. Bu media shaklida chiqdi. Buni o'tganda mushu ish chiqqan chaqda menga Yaponiyadan bir adimiz telefon tuttu. Wolfgang sen 3-4 ayning oldida mushundaq 3-4 ayning oldida sen bir naq maydon qilgan vaqtingda 2023-yil mushu yangi yilning oldida qildim men. 5 ayning oldida shu bir naq maydonda sizninki shu naq maydoningizda işte degandingiz. Qarindoshlar 5-oyda muajiratda cho'ng bir sesqichilik chiqdi. Bir yavtavrash bo'ldi. Degantingiz deb gaqibdi. Undan keyin uni nim qilib o'tirib diqqat qilib analiz qilganlar bor ekanda buni suvab o'tib ketgandim deb qisqa menkin yana bir qarindoshimizning telefon qildi. Voy siz bundan aniq demagan bilan o'shada 5-oyda shunda bir nim bo'ladi deb 3-4 oyning oldidagi bir naq maydoningizda shunday bir gapni qilgandingiz. Asli mushkanda deydi. Men uqmayman, ammo degan bo'lsam dedim. Lekin u ish bu ish deb men aniq bir narsani demedim, iymon qilmadim. Shunda bo'ladi degandim, shunda bo'pti desam, voy siz biladi ekansiz aslida deydi. Men bilmayman, ammo
Germada diqqat qilsak, eee, jiqishlar endi bo'lyotidi-ku qarindoshlar. Endi bundaq desak biz dunyoninki masalan har qaysi O'rta Osiyoning olamdi, Rossiyaning olamdi, Amerikaning olamdi, Yaponiya olamdi, Hindiston olamdi, hammasining manfaatiga biz keldik. Sharq Turkistonninki hozir jug'rofiyalik jihatda bizninki o'rin jihatda men xalqaro munosabatlarni o'qimagan. Dilyar Musaboy apandining gapi bo'yicha biz ashlarninkiga keldik. Endi bu fursatni qanchalik darajada tuta olamiz? Bu fursatni bizga asta-asta tozalash orqali bu munofiqlarni ichib berdi u yo'lni. Endi Bununkini men aniq bilmasammi, ammo shundaq bir ishdan chiqadigandan o'zimniki bir yerda bir ko'nglimda bir narsa botdi. Shunda bir narsa bo'ladi deb o'ylagandim, o'ylaganimdek bo'ldi. Menga yana boshqalarmi aytib telefon qilibdi, siz Yevropa bexatarlik idorasida ishlayapsiz, nimda hamma narsani desizlar. Menga o'sha jiqya qildigan, menga o'sha hayajon, menga o'sha chiqib Paraq birimda desa urushib ketadigan menga o'xshash odamlarni hech qanday davlatdan bexatarlik olmaydi qarindoshlar. Bu beshimizda o'tayotgan tajribada atroflarni kuzatish orqali Germaniya zonasidan berib kelgandan keyin hozir yaxshi kelishaolmaganki, chunki Germaniyaning azomlagan shirkatlari bor, o'zinglar bilasizlar. Xitoy bilan Yevropada eng quyuq munosabat Fransiya bilan Germaniya. Kelishaolmagan narsa bo'lgandan keyin Xitoy Germaniya azroq Xitoy jasuslarini tutdi, hatto parlament ichida so'qinib kirgan. Shu narsalar orqali ananki Amerikada bo'layotgan ishlar orqali bundaq narsalarning chiqadiganligi aniq. Bo'pmi, Nurit Tulkininki Nancy Pelosi opisininki ketib qolgandan keyin uning bir ichidan bir sesqishlik chiqadigandan keyin u bir muqarrar bir bo'lib bo'lgan bir ishdi. Shuningga qarindoshlar, endi o'zinglar ko'rdinglar, endi yana kimni tanlash, kimni tanlamaslik o'zinglarninki yo'lidagi ish. Munofiqlar tarafida tursanglarmi, baribir u sesiydi, echiladi, tutadi, qacha qash bo'ladi. U aniq muqarrar xudo xolasa. Mustaqilchiliklar tarafida turibmi, to'xtabdi, biz boshqa hech nima qilib bermasakmi, mushularni bir qo'llash yuzidan yanchig'imizdan 1 kron yoki 1 dollar bo'lsin pulimizni atayli. Men hozir pul yig'ishning gapini qilmadim. Shu vaqt kelgan chog'da ko'nglinglarda niyat qilib qo'yinglar. Mushularni boshqa hech nima qilmasanglarmi, qarindoshlar, sizlarni kesib etmaydi, itib etmaydi, hech nima tillagan odam o'lib qolganmiz, men o'lib qolsam bo'pti. Til ahanat uchirganga o'lib qolganga o'lib qolsam, men o'lib qolsam. Apam dadam tek turmada. Adam xizmatlardan ayrılib uyab-uyadi, ashunda qo'shimcha ishlab yuradi. Keyin buvam dunyoga ko'zi ochiq ketdi. Dadam bir ketman to'p tashlayapti. Dadam namozga qatnasham. Hozirgacha kunash turmida, apam bayanday turmida. Tuqqanlarninki ichilari qon laxta-laxta. Men meyer o'zim yong'oz keyin. Unda holatda qarindoshlar, u bizmi Xudoyimcha ko'taranmasa olib ketadi oyoqqa. Dardni shu qanchalik ko'tagidek beradi. Siz qanchalik shu dardga shundaq mushkulotga mubtalo bo'lgan siri siz chiniqsiz. Ya u To'g'li Hamidninkiga yurak versak tillaydi-ki deb menga aytishga qilibdi. Sizniki yezib qo'ysak yurak versak tillaydi-ki bizniki. Va tillisini bo'pti tillagan odam chiqamda chiroyli qo'llab yezinglar haqlarni u deganim meni deganim emas. Boshqalarni qo'llab yezinglar, masalan Dilyar Musaboy ishlarini qo'llanglar, Solih Xudoyornikini qo'llanglar, surgun hukumatlarnikini qo'llanglar. Hozir birlashgan bo'pti mustaqilchiliklar deb turay. Mustaqilchiliklarnikini qo'llanglar, qo'llaydigan tegishli kishi bo'lsa qo'llanglar, yaxshi so'zlarni qilinglar. Qo'linglardan kelishicha qalbinglarda mushuni bir vatan, mushta bir fursat kelyotdi, mushuni bir elib olayli deydigan narsani qallanglarda shakllantirib qo'yinglar. Bu narsa bizga vatan foyda qis qildiki, qarindoshlar ziyon qilmaydi. Ko'ryapmizku biz sukut qilib tugab ketdik. Agar mushunchilik odamimiz necha vaqtning beri shu Xitoyninki shirin shikar so'zlariga bir kishilik xizmat elish uchun vatanni bir-birisini chiqib, sho'cholarga ishlab, soqchilarni qilish uchun qanchalik Uyg'urlar bir-birisini yeyishib o'lib ketdi. Nurg'unlagan qurolliq inqiloblarimiz 2000-yillarda bu da'vo
90-cı yıllardan sesip bolğan dava, Almatıda bir-birisini soyuşup, Pakistan bir-birisini etişip, Afganistan bir-birisini etişip, bu dava ölgen. O ölgenning ustiga ses tuş üçün munofiqlar qurultayni onun keyinda bir ishida bir turkum mujohidlar chiqadi. Ila qora bayroqning keyin turadigan. Shu 90-cı yıllarda, 97'den keyin 2000-cı yıllarda bir turkum kamozda qoral yaroqlar kirib, vatanlarning bir ish bo'ladigan chog'da shunimi chiqavatdi, shunimi kim chiqavatdi? Munofiqlar chiqavatdi. Munofiqlar bo'lgancha qanday munofiqlar shu Xitoyning tijorat shaklida shu boylarning iniga, shu vatanparvarlarning iniga tiqqanlar. Ashundaq sabablar tufaylidan biz hozirgacha vatansiz qolib ketdik. Bunda afg'onliklar degan 3 imperiyani chiqaryapti qo'g'lab. Inglizlarni chiqaryapti, Ruslarni chiqaryapti, Amerikalarni chiqaryapti. Eng oxirida u o'zini portlatib yurib bo'lsin, nim bilan qilsa, tey qalpoqni kiysimi, beshiga nim bo'lsin, o'zining vatanini oldi. O'zi degan shu davlatni, shu sistemani qurib chiqardi. Ölmedi ular. Lekin bir millat sukut tugishib ketdi. Bokma bizning millatningki erkaklari, qarindoshlar, biz hozir toza qattiq turmasak bo'lmaydigan bir davrga kirib ketyapmiz. Qattiq turmasak kirmaydigan davrga yetib ketyapti. Mening atrofimdan 4-5 balla bor chiniqqan. Ravur siz deysangizdan qo'lingizda isbot bor, do'lqinning berib shamolni yig'amdi. Ya Dilshod Raishnikini yig'am. Men dedim, men vaqti bor dedim. Keladi, chavaqni chalib boramiz, uyimni tutib ochiqimiz dedim. Chiqa deplamash, patangdan so'rablam bor, xotin bolasi olamda meydisini tutib olib chiqib, hammasininkini avval materiallarni taxlaymiz. Bundan keyin sotga tushsak, saqchikaz qanday qilamiz degan narsaning hammasini taxlab qo'yib turib, Dilshodning ishkini chekimiz, Abdiymi Tursunning ishkini chekimiz, To'lqin Aysoninkini chekimiz, Norvegiyaliklarninkini chekimiz, Belgiyaliklar qanday bizning g'ayrat qozoq degan ashacha qizatib chiqib, anası bilan dadasini ko'z tutib, men millatninkini biz saqlashtirib, qinini mana tozalab mago'ylarni. Mana hozirgi mustaqilchiqlarga biz yo'l ichib berishimiz kerak. Mening hozir tuyuqsiz o yo'qolib ketmagan mana birlar debdi, o atangiz chiqqanmi deb, voy atangiz chiqdi bo'lsa nima qilib? Meni atanam chiqmadi qarindoshlar. Chiqqanlarnikini shu surgun hukumatning atrofida yuradigan bolalarnikiga chiqadiganlarnikini, chiqqanlarniki baki men anladim. Chiqibdi 20 yil kesgan bo'lsin. Yaxshi bo'pti. Meni chiqsam men ochiq oshkor dalalayman, chunki mening ota-onamni taniydigan baribir bir odam chiqdi. Meni sestish uchun bo'lsinmi, video qilib bo'lsinmi to'g'ri qo'ydi. Uni Xitoy odamlar orqali qilg'izdi. Chiqqan bo'lsa chiqdi deyman, chiqmagan bo'lsa chiqdim deyman. Men bu da'voga samimiy holatda kirdim. Aldamchilik bilan ya birisidan pul talab qilay, ya bir torchol buni olay, ya bir o'zimga balo deb sarangmi men shuncha ishni qilib, shuncha odamnikini ichib, shuncha Xitoyninki razil planini pash qilib, shunchalik narsalarni men deb xalq ichib berma deb emas, ichimizda bir qaynagan bir narsa bo'lganligi uchun Xitoyning ziyonkashligiga bo'libmi Uyg'ur munofiqlarning ziyonkashligiga uchragan bir oilaning farzandi bo'lish suhbatimiz bilan bir turkum insonlarning qo'llashi bilan Uyg'urning ota-onamizga uyga chiqing, ajih narsalarni bilib ketibsiz, chiqmasangiz xato bo'ladi, chiqing deb akaynimizdan pishongni selib, necha o'yin necha qilmay chiqib, planliq mushu kunga mishaga keldik. Yo'qolib ketadigan ish yo'q, ammo azroq qiladigan ishlar bor. O narsalarni bu yerda demasam bo'ladi qarindoshlar, o'zimning ishi bu. O'zimningki qiladigan ishlar bor. Balkim kelar qitim chiqqancha 5-6 oydan keyinda Shvetsiyaninki harbiy formasi bilan chiqib qolamdim, yo Sharq Turkiston harbiy formasi bilan chiqib qolamdim, yo boshqa nim bilan chiqib qolamdim, yo bir yildan keyin chiqib qolamdim, chiqib yana qaytib kelaman. Chunki Nokia telefon, iPhone telefon chiqqan chaqda Nokia telefon shallanib ketdi-ku. Bizdan hamda unda burunqidek og'zimizni buzib, unda xalqning nimalarga unda tillab, u davrda shu ochiq xalq tushunmagandan keyin, bizning xalq tushunmagandan to'xtabdi, mening bir tillayli, bir yangilikni kirgizayli meningga. Bular yaxshi gapni qilaverib, bu boshqa bo'lib qopti, to'xtabdi, buning bir yangilikni kirgizib baqayli deb, buningga men shu sat gaplarni qatqandan keyin bu insonlar bu bal nimachalar og'zini buzib ketadigan ekan, nurg'un insonlar diqqatini berdi. Uningdagi indigenous people'lar chiqdi, Dunyo bankisidan shu qarz ilib lager qurgan Xitoyning turbatlari narsalar chiqdi. Ash indigenous nurg'un narsalar chiqdi. Hatto Roshan Abbosning ovozlarini qo'ydik. Rabia Qodirning nurg'un narsalar chiqdi. O'zlari yana so'zlayotdi. Xi Jinping pul bering deb eri. Bundan narsalar chiqdi.
telefon kirib qolgandan o'zligi ketib qoldi. Bundan narsalar chiqqan bo'lgandan keyin albatta xalq endi o'shqanimizni yig'ishimiz kerak. Endi buningdan keyin telefon kirib yomon. Xalq uyg'ondi, ammo uyg'ongandan keyin biz ish qilishimiz kerak. Nima ish qilishimiz kerak? Endi shu birlikka kelgan tashkilotlar vatanni mustaqilmiz degan surgun hukumat, yoshlar qurultiyi, bundan boshqa Avstraliyadagi, Shvetsiya Uyg'ur komiteti, Norvegiyalik, qaysi davlatlarlik tashkilotlar, Turkiyalik tashkilotlar, bular ergishib mangamiz endi. Bular qandoq yo'l yo'riq tushsa bulardan hukumatning boshchiligida bular birlashib, kelishib, ma ishni qilamiz desa, bu ishni qilamiz qarindoshlar. Ma ishqa munchalik pul ketadi, munchalik narsani hisoblab chiqdi desa, pul beramiz qarindoshlar. Mayada muqim namoyish qilamiz desa, namoyishni qilamiz qarindoshlar. Ishlarni o'zimiz qo'lladik, yomon telefonni o'chirib voy. O'zimiz qo'lladik, o'zimiz nima ish qildik qarindoshlar, bu ishlarni barliq keltirdik. Endi buni ilib mangmasak, vatanning ichidagi 30-40 million odam bizga qarashlik qildi. Bu yerda hech kim qarindoshlar, bu yerda bir cho'ng bir narsa yo'q. Talashqidek hech qanaqa narsa yo'q. Vatan mustaqil bo'lsin, men gapni ochiqlik qilib aytay, biz kiralisak, do'ppimizni osmonga assak bo'ladi. Davlat qurilgandan keyin diktator sistemida bo'ladi, armiya boshqaruvida butunlay. Kirmaymiz, chunki bizni akirmaydi. Nimishga desak, u davrda davlat uluslishidir. Xitoyning Vanxadagimen qildi, u bu deydi-ku. Ya, u Xitoyninki uluslashgan vaqti. Ashunda xududi. Tozalashib boradi. Uning oldidagi Jonxua Mingoni, uning oldidagi nurg'un kitoblarni ko'yladi, u bu deydi-ku. O'zlari shallab, o'zlari tanlab, o'ziga qaysi tarix ketadi. Biz mana shu kitoblarni ko'ydirdi biznikilarni. Chunki Xitoy yaratib bergan tarixlar va bu yerdan kelib qolgan tarixlar va asli o'zimizning tarixlarini ko'chilab, Sharq Turkiston davlati qurilgan chog'dimi, ashunda ulusish bosqichiga kirdi. Uchak kirdi deymiz. Bu chog'da davlatning ishi tozlanadi. Shuningga bu teshida da'vo qilayotgan İlyar Musabayev'dan hech kim kirmaydi vatandan. Atanimizni chiqirib qo'shilsak bo'ladi. Uning misoli shu O'zbekiston, Qozog'iston shu respublikalar yaqinda qurilgan davlatlarniki ne ziyolilari bor. Fransiyada, Amerikada, Avstraliyada. Ashlarning birsi hozirgacha davlatlarga kirmaydi. Nimishga? Ola kalis ichilib ketgan demokratiya qabul qilib ketgan. Davlat qurilgan demokratiya bo'lmaydi. Unda demokratiya bo'lib ketsa, uni chetal kuchlar talon-taroj qilib o'tadi. Ishni yeb bilib, konsulatlar bilan o'zlarining ishlarini qiladi. Shu orliqda davlatning ichida tozalash olib boradi. Shuning uchun bu yerda biz faqat qo'limizdan kelishicha vatanninki mustaqilligini xalqaro anglitib, shuning ichida shu bir imkoniyatni yaratib, shu yerda bir foydali bir sharoitni qilib, shu vatanni shularga qo'lida vatanning ichida bo'ladi, baribir hamma narsa teshidan bo'lgan bilan ashlar ilib, ashlar qiladi. Biz faqat mushta bo'ldi deb qilgan ishimizdan faxrlanib, o'zimizdan nima qilib, Xudoyim umrimizni bersa, keyin anandan ishni ochgandan keyin kiramiz degan gap. Shuningga bu shu hozirgi shakllangan mustaqilchiliklarningki keyinda cho'qim tik turishimiz kerak. Bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Mayli yoqtirmasanglarmi bir-biringlarni, Facebook bir-biringlarni narsa taqatmasanglarmi, qanday problem bo'lsa, hammalarda WhatsApp va signal va ilib telefon qilib, "Men sening adamingni yozgan narsani men yoqtirmadim. Sening adamingnikini men yoqtirmadim" deb oqisatda kelish kerak. Chunki men oqisatda nurg'un odamlar bilan urushdim. Shu ish to'g'riliq nurg'un odamlar bilan masalan olib chiqarsam qapandimni muqab qilib qo'ygan yerim bo'ldi. Qurbonjon Isomin akamizni muqab qilib qo'ygan yerim bo'ldi. Farhod Abduvali akamizni surgundek men chiqini qilib qo'yib etdim. Bunda bo'lmaydi bu ishdan deb. Ammo Dilyarni muqab qilib etgan yerlarim bo'ldi. Ibrohim domlalarning shida Dilyar bilan men eng jiq so'qishim edi telefonda. Chunki mening kallam uningga qaraganda kerak taraqqi ketgan u o'ylaydiganni men yetib olmayman. Urush bo'lgandan keyin uningdagi menga ma'ishni mandati deganga boshqaroq desangmanda desam anglamasam qanday qilmaydi. Rost anglamayman. Tutgandan keyin g'ujlik etamancha o'zimni boshqara olmayman. Shuningga kelish kerak. Yoqtirmasanglar, bir-biringizga qartib bunday narsalarni yozmanglar. Va ishni chiroyli elib menglar. Chunki Amerikada shunday narsani talab qilibdi, apkirib sunayli degandan keyin 61 tashkilot imzo atgan bo'lganki, albatta uning ichida munofiq bormi? Bor.
Albatta uning ichida so'qinib kirgan, ishning ichini bilay zot bular qanday harakat qildi, bu ishni bilay deb kirganlar bormi? Bor. Lekin aşı adam yoki aşı tashkilot o'zininki shu abdi bashirsini oshmag'ichlik orliqda mustaqillik bo'lamsa deganga bo'lma ha deb imzo atgan bo'lgandan keyin yo'lga chiqib mangachilik orliqda uningdan chataq chiqdi. Xuddi bir tal Sunniy Amran osmonga atgan chog'da raketa ma ustidagi orbitaga bag'achik orliqda axlatlarni tashlaydi, qaplarni tashlaydi. Mushu narsa orbitaga bag'achik orliqda hamma narsani tashlab mangdi. Shu Sharq Turkiston mustaqilligiga bag'acha texi endi texi bir tal narsani kim qo'llaydi shuni akilinglar deganga chiroyli menab yo'lda bu ishni hal qilishimiz kerak. Uningdan mush yig'inninki nihoyatda muvaffaqiyat ichilishiga turklik rol o'ynagan Abdushukur Samsaq apandim, Qurban Isamiddin akamiz Norvegiyadagi, Farhat Ibrohim akamiz, Abduvali akamiz. Musholarga chin ko'nglimdan men rahmat aytaman. Sizlar haqiqatan shu hukumat uchun, Uyg'urning mustaqilligi uchun kuyinadigan esil odamlar ekansizlar. Bu ishni nihoyat chiroyli bartaraf qilib, 25 tashkilotning bir yerga kelib, Xitoyga qarshi shu tarixiy bir sharoitning yorilishi u bek cho'ng narsa qarindoshlar. Bundan narsa u tez ama bo'ldi. Bo'lib qilgani bo'ladi. So'zlashish kerak, o'zaro hurmat bo'lish kerak, fikr bo'lish kerak. Yoqtirmagan paytda bo'lish kerak. U cho'qim majburlashning yo'q, ovoz qo'yib demokratiya nimasi bo'yicha so'zlash kerak. Men asli birinchi nuqta, ikkinchi nuqta deb turib so'zlamoqchi edim. Keyin ketaverdim. Mushu narsalar qarindoshlar. Endi shu chiqqan chaqda shundoq paytda chiqqan nurg'un narsalarni degan oldirmay ichilyapti. Buningdan keyin ichiladi. Ichilmaydigan sir yo'q. Haqqanda narsa ichildi. Agar mening xatoliqim yoki mening narsarim bo'lsa, bo'ladi. Hatto qarindoshlar men sizlarga bir narsani deb beray. Bizni iliqqa sen chiqib nima qilding? Adam tillading, nima qilding emas. Shvetsiyaninki men iliqqa Qur'on kuydagan chaqda Sharq Turkistonda millionlagan Qur'onlar kuydirilyapti. Bu nima deb buningga bunday bo'lib qoladi? Biznikiga diqqat qilish kerak deb shu musulmon ellarni bizning da'voga diqqat qilishga biz muxbirlarga Sharq Turkiston deb turib nima qildik. Ba'zi bir doktorlarninki universitetlardagi o'qish bitirish yozadigan maqolalarininki narsalariga biz intervyu qilib Sharq Turkistonning mustaqil bo'lganligini xohlaydigini, nima uchun erkak qilgancha bo'layotganini ota-onamiz haqida so'zildik. Qilayotgan nurg'un narsalarimiz bor. Hatto deyilmaydigan narsalar bor bu yerda. Uningda sir mana shu ish bilan o'zimizningki yoshlik nimamiz 33 kiribdikka 33 da shuni boshlabman ekan. Men uni oldirmi? Burunmi qilib baqqan Shvetsiya Uyg'ur komitetida men ishlab baqqan. Mushu yaqinda 2021 kirib, mana 23 yilda qilibman, 34 kiribman, 37 mana. Turmushimizga ta'sir etdimi? Ta'sir etdi qarindoshlar. Turmushimizga qizini beradiganlar bermadi. Buni ochiq gap. Jidalga qolamiz, balo tep qolamiz deb bo'lmadi. Qizini beradiganlar bermadi. Turmush so'zildi. Urug' tuqqanlar orasida problem bo'ldi. Al-Ag'inning nurg'unlaridan ayrildik. Burun degan u chiqsaq degan dutta tambar gittar o'tiribdik. Vallah qaysi o'tmasa ag'inlar batdi. Hozir yo'q. Maxfiy ko'rishib voy tomoq yevalaylar adash u bu deb biratal yoki ishqital bo'ladi. Ham ulardan xafa olmaymiz, chunki ularning atrofidagilarni tillaydi-ki. Oyoqdan hatto Xitoy tarafdanmi besimlar keldi-ki. Onundan keyin menga shundoq nima qilib namoyishingiz parlament oldida to'xtab qoldi deb. Qarindoshlar to'xtab qolmay qanday qiladi? Meni rasmga video qilib qo'yayotgan akamiz, o'zbek akamiz deport bo'lib, ya'ni shu chegirni qo'g'lab chiqarilib ketib qoldi. U xizmat vizasini topshirib qo'ygan. Hozir Shvetsiyada ishlar tez xizmat vizasi bilan u kelanmayotdi. U qilib qo'ymasa, ishqital narsa u ko'taradigan. Men ham bu yerda jihozlarni qo'yib qilamdim. Yana bir og'inimiz maxfiy chiqib qo'yayotgandi. Uning kayniga odam tushib,
Onun apısını enkentenle yine ekrevilip durup biçat paranlaşıp sen nemeden bunda akıp koysa bu dep yakıptken tağının atanısını solu bağını ki bu dep arlaşmadın ondaki bu meseletke o balı yuqaplı ketip tuyuqsuzlar. Yuqaplı ketip şunun bilen keyin bir yerde birisinden anlasam bile turadigan. Aşındaq iş yoktu. Endi o näs keraklar qiyin. Ab chiqish shunga endi qarsam ab chiqsam saqab endi bir oyda ishga ketdim, bolalar bilan oilasizlar qitilib qilyapmiz. İnşallah yaqinda bir pravomning ishi hal bo'lay deb qoldi. Shuni bir 1-2 oydan hal qilib olsam, 15 kun ishlaydigan 15 kunning qila vaqtim bu dam olgan kunlari. Hatta taksichilik bir sherdagi akıl jiqtlariga deb baxtim, voy xizmatimizga taqishdi bu deb biraz olsun ya ben kep koysanlar da buldu ben özüm kılıp geçtim ana ekessanlar maşının kendime bir koyup koysanlar desem hiç kanık yardım kemini kılmaz. Bu rast bu hakikat boğunu. Aslında bunda bir erkek kılgan çok kuçuatkan aslında ki aslında atanamın kemez bütün bir nimo ekep yani yiyip koyup onun için ketip geçtim de hem kardeş kısak oludu. Yok adam kırındaşlar yok. Şunun ma bir pravonun işlerini bir umutsak anın için Bağı çıkıştan işlerini umutsak, ondan keyin biz Çin'e qadagan bir işler var. Onu beni umutsak, başka bir işler var qılavatqan. Şundan keyin yana Xudoyim buyursa 11 oylarga taqab Prezident Trump efendimning Oqsaroy o'lgur shekilib Shvetsiyaning parlamentini oldini paravamni iwaganda yana boshlayman. Chunki men ayni vaqtda chiqqan chog'dimi deganman, ota-onam chiqmoq to'xtab qolmayman, üzüldirmay qilmadim. Ammo o'tirliqda mushunday ishlar sababli qilmadim. Qılanmay qaldım. Ama ab şükür samsaq ben davamlı çıktım. Nəsəmni ilib çıxalğan günüm çıxdım. Nəsəmni ilib çıxan günüm uyda damağan günüm. İlib çıxanmağan günüm şu dul iştin gələn günüm degan o'xshashmishindi. Endi mushunun o'xshash ishlar qarindoshlar. Bu yerda nim deymiz? Andan keyin abam gapim nimga ketib qapti. Andan keyin burunqidek undaq og'izni buzib bek tegib ketsa bek bo'zaq ketsa yana chiqimiz chiqmaymiz emas u chapanni sep chiqishni oson bir qipaq odam qila oladi-ku yana ammo amal bor xalqmo jangi jidaldan charchab ketdi o'zimizniki ishini shu o'ngdagilar ep mangdi agar o'ngdagilarnikiga mengishiga mustaqilchiqlarning mengishiga to'salg'i bo'lsang yana shu chapanni sep chiqamiz. Onun için uyun kırıp verip patronundan tutup çıkımız. Patronundan tutup çıkımız. Bir amışını yiyen çağda ya bir iş boğan çağda anki sakçı gelgen çağda anki pokunu sörülüp çıkıdım. Bizgi mi başka amal kalmadı. En yaxşısı müşü müstakilçılıklarınki yolu dağdan bulsun. Vatanını alsak hemimizgi yaxşı. Şu onun için ilaqı Nokia telefon chiqqancha alma telefon chiqqan Nokia telefon sharlanib ketdi dedik-ku. Biz bunda endi og'zimizni buzib, uni buni qilaversakmi, u bizni amma davoyma taraqqiy ketib boradi-ku. Yaxshi bo'lmaydi uning ustiga bizmi azroq inglizcha mesela maktabda tizim qo'ydim, aptidishga ketib beryapman. Ugunib chiqira donation deganingni, chiqira grant deganni bizmi o'rgandik, bildik. Chiqiringlar dilar musobaqat. Chiqiringlar surgun dokument. İngilizce bilişimiz gerekiyor. Tweet'larni o'ynashni bilishimiz kerak. Uçur manbalarini torbetlerden aktarıp tepishni bilishimiz kerak. Dokumentlashtirib qilishni bilishimiz kerak. Jiqishganda kashf chiqib uyg'urchilab anangni panangni dadangni panangni qildik. Millat uyg'ondi ham birlik sapmi qurilib bo'ldi mustaqilchilarniki. Hamda bu yo'lda faqat inglizcha o'zimizning davlat tilida shu yashayotgan tilida andan keyin Twitter ama shundaq narsalarda barimizda shuni buni mustaqilchiliklarning ishini kuzatish uchun bularga diqqatimizni berish uchun cho'qim mushu bolalarning saviyasidagidek saviya bo'lmasimi cho'qim ashning yandash qilib mangadigan saviya bo'lish uchun bilim olish kerak, kompyuter o'rganish kerak. Shuningga dedimga qarindoshlar qiladigan nurg'un ish bor. Endi biz bu og'iz buzadigan yana bir tema, yana bir temalarni o'tib ketdik. Endi shu Norvegiyaga berib ishigin chekimiz ya Gollandiyaga berib chekimiz ya Germaniyaga berib chekimiz, shuni chekimiz. Endi mandaq asos jihatdan bir nahaqsiz ishlar bu yana manda bir bo'lib qolsa bo'ladi, u yo'q emas. Ammo asos jihatdan ashunda men mayada Shvetsiyadagi bizningki
Abdimecet yani Mecit Kari deydigan bir akımız battı, taksici. Bu adam o şu vatanga jiq kirib chiqatdi. Bu adam namoyishlarga qatnashatdi. Men o'kini Maynur Yusuf opamizningki Xitoylarga qarshi degan gapida biz cho'qim mustaqil bo'lsa sen bilan bir nimada mang'alaymiz, bo'lmasa mang'amaymiz degan videosini ko'rib, shu videoning ichida bir odamni uchratib qoldim. Mushundaq yig'inlarga qatnashibsiz mana bu Mecit Qari efendim Shvetsiyadagi Asilbey rayonidagi. Mushundaq yig'inlarga 2000-yillarda qatnashib bo'libsiz. Menda bir Westeros'taki İsmet degan dadashdan olgan bir material var. Onunda şu Shvetsiya Uyg'ur komitetininki koni a'zolari bor. Tursun akamizningki, Mecit Qarininki, Rahim akashninki, Kurash Ko'sanninki, Cho'ng Abdushukurninki degandek shunday jiq materiallar bor-da, men İsmet adımızda ep kelgan. Shuning ichida Shvetsiya Uyg'ur komitetini xili ishlatgansiz. Muhim sohalarda. Onundaki mındaq shig'illarni qilib ketasiz, namoyishlar qilib ketasiz. Xitoy shu G'uljiga oq yo'ldan kirib chiqsangiz, hech narsa qilmadimi? Sizdan bir so'rab baqsam. Yoki bo'lmasa, men yit namozda Shvetsiya meni jamoatga borsa kirolmaydi, namozga kelolmaydi ekan-ku, men yit namozda boraman. Ashada agar kendi menga gap bo'lsa, ashada desangiz bo'ladi. Men buni ko'rib hayron qoldim. Mында Dolqinay Saloh bilan mында o'tirgan, mında odamlar bilan o'tirib, unda Xitoyga kirib chiqish o zamonlarda oson ish emasdi. Yaqinda kirib chiqqan vaqtinglarmi bo'ldi? Uningdan keyin uni Bakram Tursunga o'gitibsizlar. Hatto bir shirkat voqea olib beradigan vizni ashtaq qilib. Men degandim Xitoycha yaxshi emas, qanday qilsa sen Mecit Qariga o'gitib qo'ygan bir sen o'gitsa shuni shu. Sen chunki sen kirib chiqqan emasmi? Bu sizlar anondagi qarindoshlar yana bir gap eng oxirda har qaysi davlatlardagi tashkilotlarda ishlagan, tarjimonlik qilgan, tashkilotlarning atrofida aktiv yurgan, ko'k bayroq ko'tarib rasmga tushgan bo'lsa, shu rasm bilan vatanga borganlarniki burun chiqarib qo'ygan. Men o'tgan Turdig'o'jininkini chiqarib oldim. Ma kimninki bor, buninkini Shvetsiyaning aydirimni tashvisli chekin qisib chiqadi. Maşındaq narsalar bo'lsa, qarindoshlar, menga uchur bilan ta'minlasanglar bo'ladi. Men asos jihatda undaq bir uchurlarni olmaydim. Lekin bu uchurlarning hammasi bir yerga boradi. Agar menga ishonsanglar. Mushu vatanga borgan, masalan, Roshan Abbosdek siyosat qiladigan vatanga borgan. Ashundaqlarninki ko'k bayroqning mushaning podig'ini ko'tarib, tug'anlarninki materiallari bo'lsa, menga bersanglar bo'ladi. Bir ish bo'lyotdi. Uningdan keyin Shvetsiyadagining asos jihatdan tushadim. Mayli Dilshod Rashid bo'lamdi, Dilshod Rashidninki xotinninki bo'lamdi yoki boshqasininki bo'lamdi, Abdushukur, Cho'ng Abdushukurninki, Minavar Sultonninki Qashqarning ko'chalarida qizi bilan Filora bilan chiqib ketgan u bo'lamdi. Başkalarının berib kelganlarniki Badel deganniki muxbir oldin kelganiki sen uni inkor qilolmaysiz. Angliyagacha haqni tepib uningdagi oldinga tashlaydi. Mushundaq Gollandiyada bo'lamdi, Germaniyada bo'lamdi, Norvegiyada bo'lamdi. Qarindoshlar meni uchur bilan ta'minlasanglar, Alloh sizlardan rozi bo'ladi. Cho'ng bir ish bo'ladi. Mushundaq. Uningdan keyin menga uningdan keyin vatanga berib kelayotganlar bakchi qilib ketdi Gollandiyada dedi. Shvetsiyada mechi qilib ketdi. Shvetsiyada ularning hammasining apisi og'rib qoladi. Opamning mijozi yo'qdi. Uning 10 yil oldin opam o'lay deb qolgandi, mijozi yo'qdi deb ketganlarmi? Apisi yashadi, ya'ni kep misha turibdi. Voy dadamni virusni Xitoylar o'ltiryapti, to'g'ri yo'q, men yashamayman, Xitoy degan mening dushmanim deganlarniki apisidan kelib ketib, apisi kelib ketib yuribdi. Şunun kadar qarindoshlar, undan insonlarni tutuvag'ini bo'lmaydi. Balkim bu davlatlarningki tarozisi keyin tatib kelishi mumkin, lekin Xudoyimningki tarozisi million ayol qarindoshlarimiz bosqinchilik uchrab, nurg'un qarindoshlarimiz o'lib ketdi, nurg'un qarindosh. Mushundaq vaqtni berib kelayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, Allohdan sizlarga nima deyman desanglar, qag'mayman, lekin mening qag'innim ishim bo'lmasa, ayada o'lib ketganlarniki qini so'rab ketaman.
Sal sabr qilib turinglar qarindoshlar. Ma dunyo vaziyati o'zgardi. Ma Prezident Trump qaytib kelsa nurg'un ishlar bo'ladi, nurg'un maxfiyatlar ichiladi. Uning keyini Xitoy so'rib chiqadi. Xitoyning qandoq planlab bu dunyoni qanday razgilashtirayotgan o'zimi davaturga ana 11 sentabr voqeasining tigini ochma, Kennedy'nikini ochma, yana bir voqeani ochishning tigida qandoq Xitoyning kommunistlarning o'yinlari va kimlar bilan birlashib nurg'un narsa chiqadi. Unda qilib ketmanglar qarindoshlar. Bağmağanga işinin bulmaydı. Kel desvay işim aldıraş, uğraşıp ketdi, qimmat çekip ketdi. Tishki adam işlemesek, bir kun işlemesek, bir hafta turmuşumuz keyingi besip ketdi deb bağmağlar qarindoshlar. Yaxshi olmaydi. Beriyotgan bo'lsanglarmi, men biroq vaqtim bo'lgan bo'lsa, u mening do'stim dema, adimizni taniydim yoki men og'inam yoki odamda demay rasmini chaplab nima qildim. Ammo u toza to'g'ri usulmi emasga o'ylab baqsam, biz tavsiya olmaydi ekanmiz. Pasportni davlatlar bergandan keyin baramdi, bormamdi u o'zining ishi, lekin qarindoshlar amal va bormanglar. Neri turinglar ishlardan. Sal sabr qilib turinglar. Lekin balaringlar va umoq qizlaringlar va umoq farzandlaringlar va qarindoshlar. Shu vatanda ashundaq ish bo'layotgan vaqtida sizlarning har bir viza olish uchun kirgan chog'da to'ldagan narsanglar, ayaga borgan chog'da Sharq Turkistonning mustaqilligi degan inkor qilamiz deb to'ldagan narsanglar, hamma narsanglar dada qisi balaga deb ashunda. Gerçi bizning ota-onamiz qasd kuchirab turmada yotgan bo'lsa-mu, biz texi balalarga xorinib boqmadik. Turmushimiz chet-elda, onun oldi bo'lsa, undan keyin chanmay yashayapmiz. Faqatla ota-onamiz shu turmada. Lekin yana Xudoyim saqlaydi viruslarda, bundan nurg'un odamlar o'lib ketdi, nurg'unlarning nima qildi, hozir yashayapti, shukr alhamdulillah. Ammo men bu mesajni Xitoy konsuliga berib qo'ygan, Xitoy konsulining ustidan arz qildi, utanmadi, ham utanmaydi. Men bu deydigan gapni deb qo'ydim. Shunday ish bo'lgan-ki, shunday bo'ladi tugidi. Boshqa gap yo'q. Unda bo'lsa bo'pti qarindoshlar, hammanglarga Alloh omonat. Men bu videomni bir ish kun turib biraming odam ko'rgandan keyin yolmasa men YouTube qo'yib atgandan keyin baloq deyman, YouTube adresidan Facebook'ga chiqaramni deyman. Bir ish kun men Facebook'ni 3-4 oy o'chirib, o'zimniki qiladigan turmush ishlarim bor. Andan keyin qiladigan boshqa ishlar bor degandek ashunday ahvol. Abayqindek narsalar bo'lsa, menga ta'minlab bersanglar, men ta'minlaydigan o'rinlarga yetkazib berman. Ashundaq da'voning ichida turib, andan keyin turmush ishida qanday badal to'lading deganlarga deb qo'ydik-ku. Nurg'un sharoitlarni kamida emas kelgan. Biz voz kechdik. Badalni sen yoki boshqa odam to'lamaydi. Hatto ma'lum bir davlatga mening bir tunishim kelib, meni tunib qopdi, qiz bolti. U mendan sal kichikroqdi. Ondan keyin onun dadisi pensiyaga chiqib bo'lgan bo'lsa, men burun saqchida ishlab qo'ygan bir nimasi bor-da, tarixi bor, chilosi bor, saqchida ishlagan. Men bilaman jiraqdan saqchida ishlaganini. Shundaq bir do'stim kelib meni izlab, shunda qilib qolay degandim. Bu yerda panohlik tilligim yo'q deya undaq dedi. Men bu panohlik tilashni to'g'ri yo'lni emas. Sen o'qishga chiqibsan, men ayni vaqtda o'qishga chiqqandim. Shu ketgan bo'lsam, desam, shu sening ota-onang maktabga kirib ketib, dag'mochimni chiqlaydi, ko'rishib qolgan vaqtlarda andaman dedi. Bu parag'anlar bo'ldi. Shu qiz bo'lmi, turmushga chiqadiganlik to'g'riliqida rozi bo'lgan chog'da men Dilyarga dedim. Dilyar sendan mas'at oladigan bir ish bo'pti. Sen dedim, mushta ishlaym, dadasi mushta pensiyaga chiqib qolsam, unda qilma, uni qilsang sizlarni haq tillaydiganga, undan keyin bir sharoit yaratib bergan bo'lsa, ikkinchidan men bizning da'voga seni qo'llab chiqayotgan, seni qo'llayotgan odam bo'lganlik uchun mana sizlar bo'ladi, bunda qilsang ziyon yeb keladi bizga, yolg'iz o'zinglar emas deganlik uchun bo'ladi rais deb nim qilyaptim. Men uni rost rais deb chaqirgan bo'ldim. Meni nurg'un odamlar Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiga kirgan o'xshaydi deb qo'ydim. Men Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiga kirmadim. Ishxona tashkilotga kirmadim. Men ishxona tashkilotga kirmayman, faqat qo'llovchi xalq sifatida qo'llayman. Bu narsani qo'shimcha deb qo'ydim. Undan keyin yana bir ma'lum Amerikadagi Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiningki kotibi Tomaris xonim to'g'risida men o'tganda bir shu quturilish deganmi, qurtilishmi
shu Facebook'ta kommenter qilibdimi? Tomaris Almas shundaq Xitoylar bilan qechib ketgan deb shundaq bir narsani yozibdi, uni tagiga kirib, bir nechasi cho'qilib qolibdi. Endi munda gap qarindoshlar. Bu bir 3 qiz bor, bir ana. Onun ustiga bu qizvalninki, bu hadimizningki bir saboqdoshi bor Finlandiyada. Men burun anglaganman işte bir gaplarni bo'lgan vaqtida. Men shu Finlandiyalik saboqdoshga telefon qildim, sizlar bir qorada o'tirgansiz, mushtaq bir yushanning kirmishda bir shundan mushtaqga desa, qechib ketgan ish yo'q deydi. Unda bir u tomarismi, bu tomaris emas deydi. 3 tomaris bor-da, bu tomaris pek yaxshi o'qiydi ham, ishdan boqqan chiqdi unda. Unda bir tanışqanlarımı bunda bir kirib, keş kilib, məlum holat köməklik, aile tərbiyəsi pek çıngdı. Bu nədən çıxqandan ketam. Amma yana bir işki bir tomarislar var. O qızlar sal şu qaraqdı. Amma birisininki şunda bir tungan bilan Xitoy emasga, tungan bilan bir aralashqan nimasi bor ekanchi. Shu qarindoshlar u bu oyliq anglab bilib yozgan bo'lsa, nima qilmayli? Uning haqning bir narsa anglab bilib bilan unda qalaymiqa 3 anasi bor, 3 qizi bor, bir anaga anda holatda başqa təşkilatların qo'llagan holatda undaq qilsanglar, tashkilotlar o'tirisiga eg'ir ziyon bo'ladi. Endi Dilyarning gapi bo'yicha o'tgan tarixga aylandi. Endi kelgusini mangimiz deganlik uchun undaq hisobotlarni tep chiqolmaymiz emas, tep chiqalaymiz. Salanmaymiz emas, yuziga salalaymiz, palaxsh etalaymiz, ammo foyda yo'q. Biz shu mustaqilchiliklar, mangimiz deganlar urush qilsak, ma'u Xitoy bilan munofiqlar o'yinlab berdi. Undan anda kelishim bo'lsa, men dedim ki hammamizda WhatsApp va mana hozir sosyal medyalar taraqqiy qilib, texnika taraqqiy qilib, men bu yerda o'tirib, hammasini taqtalayman. Dilyar Avstraliyada o'tirib, hammasi qila oladi. U oldiga chiqadigan odam, ilmi shu jasorati bor. Unda hujum qilsanglar, nima bo'pti? Endi kirib o'zining ishini bitirib chiqibdi. Ya vicdansini setib etmabdi, uning o'yliq xotinga uchrab qolib, qaysi xotinga uchrab qolibdi? Konsullar degan tanglar konsul emasga, u ish bajargan ekan u. Unda qilmayli qarindoshlar, bizga insof bo'lsin. Ya ko'ranmamsizlar, ya ba'zanlar iliqi kommentarlar degan voy tomaris xonim deb iliqi ko'rishni 30 mingga chiqib ketsa, yoki bunda bir 300 tal barmoq kelib ketsa, ya ko'ranmamsizlar. Unda qilmanglar qarindoshlar, yaxshi emas. Bu birlikda mangimiz deb imzo atayli deb etilib, shig'ilib bo'lganlar unda qora kodlarda andaq narsalarni quturilish yo'li degan qurtulishma. Bilib qilli boshqalarning qizi bor, agi tegidu, tek tegmaganlaringlarning bor. Boshqalarning o'g'illari bor, boshqalarning bolalari bor. Kupurliqni anda Madina jalabdek, anda og'zim astag'firullah. Madina jedek, ro'shan jedeklarniki ochiq oshkor isbot bilan mundaq narsani desanglar, u aqidi. Anda xalqning uyini buzib atgan, xalqning yotqini domalab yurgandek narsalarni qurtilish yo'lidagi desanglar, u bo'ladi aqidi, anglamagan narsani o'tirib da bo'lmaydi. Onun ustiga degan u bir Sharq Turkiston Yoshlar qurultiyining kotibi. Undaq sistemalik narsalar bo'lib qolmasin. Yaxshi ko'rmasanglarmi? Millatni yaxshi ko'rishinglar kerak. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmasanglarmi, Sharq Turkistonni yaxshi ko'rishinglar kerak. Bir-biringlarni yoqtirmasanglarmi, Sharq Turkistonni yoqtirishinglar kerak. Ma davoni yoqtirishinglar. Kim qiladi bu? O'zingni yolg'iz qila olamsizlar, boshqanglar. Sharq Turkiston Yoshlar qurultiyi o'z yolg'iz qila olamda. Qilolmaydi. Sürgün hukumat o'z yolg'iz qila olamda. Qilolmaydi. Ammo jiqishlarni qildimi? Qildi. O'zimiz qo'llagan hukumat, o'zimiz qo'llagan shu solih xudoyat biz endi menga emas, bizgina maqtab, bizgina chiqib tillab buni qiladigan. Andaq yerlarda diqqat qilaylik qarindoshlar. Yaxshi bo'ldi hozir meningcha bo'lsa, shunday yaxshi mangsin, ishlar davomlashsin. Chunki bir 3 qizi va ana o'g'illar uchun men deb qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Menga voy to'g'ri gapqitib o'taman, menga gaqilangmi, gaqimangmi degan. Men endi faqat xalqqa bir to'g'ri uchurni yetkazay. O'qiydi emasmi haqqini ko'rib beradi dedim. Bokma qiz balaga andaq shaklda gap qilib, ammo ajindaq gap qarindoshlar. Unda bo'lsa, hammanglar omon bo'linglar.
Yana bir görüşkince ben barman yo'qolib ketmaydiganim emas, men boshqacha kuchlanib kelmaydiganim. Armon quvvat talqini chiqib kelay debchi. Shunga o'xshash bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa omon bo'linglar, Xudoyim omonat men qo'yib aytdim.